ovqat qilib qo'ymasin tag'in. Nima qilyapsiz? Oyim keldilar-ku, shunga ovqat qilyapman. Kimdan so'rab qilyapsiz? Axir oyim birinchi marta kelinli uyimga kelishlari. Bu sizni uyingiz emas, meniki. Oyjon, meni gapim noto'g'ri tushundingiz. O'zichi? Onangizni fahm farosati yo'q ekan. Qudan uyiga ham to'rttanon ko'tarib keladimi? Tog'ara somsa, tansiq taomlar ko'tarib kelmaydimi? Kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r deyishadi-ku. Afsus, siz hattoki meni uyimga bitta ro'mol ham ko'tarib kelganingiz yo'q. Hamma narsani o'zim qildim. Oyimni hech qayerda ishlamasliklarini bilardingiz-ku. Bitta o'g'limga orzu havasi yo'q, yetim qizni olib beribman-a. Qurumsoq onangizga hech narsa pishirmang, tushundingizmi? Xo'p. Ha. Onangizga ayting. Meni uyimga ha deb mendan ruxsatsiz kelavermasin. Eshitdingizmi gapimni? Xo'p, bo'ladi. Oyjon, menga shu turmush kerakmidi? Bu uyda xuddi ignani uchida yurgandek his qilyapman o'zimni. Sevara? Voy, qizingiz biram sekin ish qiladi, ey. Baribir onani tarbiyasini olmaganligi shundoqqina bilinib turadi. O'zingiz yo'lga solarsiz. Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Sevaraxon. Sevara. Labi ojon? Oyingiz ketmoqchilar, kuzatib qo'ying. Voy, oyjon, o'tirsiz bo'lardi. Meni uyim mehmonxonamidi? Kim xohlasa qolib ketaveradigan? Qizim, men yana kelaman. Xo'pmi? Keyingi safar kelishingizda bugungidek bo'sh qo'l bilan